Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Internetda shov-shuv bo'lib ketgan Rahmon aka bilan meni o'rtamda bo'layotgan gap-so'zlar. O'shanga men qisqacharoq tushuntirib berib o'tib ketaman. Ko'pchilik o'ylaydi, menga Rahmon aka mashina podarka qildi deb. Meni mashinamni hech kim menga mashina podarka qilmagan. Mashina meni o'zim nomimga 3 yilga 8 million 800 mingdan kreditga chiqqan. Men endi shuni xalqimizga yetkazib qo'ymoqchiman. Mashina meni nomimga 3 yilga kreditga chiqqan. Mashinaning tan narxi 17.500, 3 yilga 8 million 800 mingdan chiqqan. Keyin Rahmon aka aytgan, Rahmon aka bilan kelishganimizda nima yordam qilay degan, aka bitta mashina qilib bering deganimga, bo'ldi, bosh to'lovini to'lab beraman degan. Bosh to'lovini to'lab beraman degan. Keyin yana 3 oy, 4 oy to'lab tursangiz, keyingi boyingizni yutsangiz, nasib bo'lsa chiqib kulish beraman, hamma to'lov o'zimga o'tadi degan. Men xursand bo'lganman, bo'ldi aka, gap bo'lishi mumkin emas deganman. Keyin shunday bo'ldi, boyimizga bir 15 kun qolganga saperligim tram bo'lib qoldi. Menga zaminaga saperlik chiqmadi, bizlarda boyimiz atmen bo'lib ketdi. Keyin Rahmon aka aytdi, bizlar bunga kelishmovdik-ku, boyingiz bo'lish kerak edi dedi. Aka, menda ayb yo'q. Liga просто menga oddiy bola bermaydi. Men nastoящий boyesman, piarchi emasman. Nastoящий boyesman, menga nastoящий chempionlikka da'vogar bo'lib kelgan boyeslarni beradi dedim. Keyin men aytdim, aka dedim, nasib bo'lsa Toshkentda Xumor arenada 21-sentyabrda boy bo'ladi, shunda chiroyli boy qilib beraman dedi. Yesli dedi, Toshkent 21-sentyabrda Xumor arenada bo'lsa dedi, kelishuvimiz o'zgaradi, 150 million to'lab beraman dedi. Boy yutsangiz dedi. Bo'ldi dedim, nasib bo'lsa, ha mayli, harna dedim, shu 150 million to'lab bersa ham, mashina 308 million menga juda katta pulda u. Men oilam hech kim ishlamaydi to'g'risi. Hech qanaqa oylikli ishga ishlamaydi. Men aytdim 150 million Rahmon aka to'lab bersam, inshaalloh bir dastoyni boy ko'rsataman deb turdim. Keyin boyga bir oy vaqt qoldi. Menga boy qilib beraman degan akalarim, "Davay, sen trenirovkangni bos. Boy bo'ladi 100% dedi. Men trenirovkani O'zbekistonda bosdim, oxirgi 20 kun qolganga qarz-parz qildimda, meni zalim Peterda bo'lgani uchun men Peterga zalimga keldim. Keyin bir hafta qolyapti, saperning yo'q, men telefon qilyapman, men tayyorman, saperni beringlar, meni mashinam, kreditim kutib turibdi. Men daji Allohi, men boyga bezganlar chiqishga rozi bo'lganman. Agar yolg'on bo'lsa, men ko'pchilik biladi, mana shu organizatorlar, Oktagon ligalar, boy organizator qilayotgan odamlar biladi. Men boyga bezganlar chiqmoqchi edim, radi kreditni yopish uchun. Men to'g'risi. Keyin menga sapering chiqmadi 21ga. 21ga sapering chiqmadi, keyin Rahmon aka aytdi, "Uka" dedi, "21da sapering chiqmasa kelishuvimiz bekor bo'ladi" dedi. Men aytdim, "Ha, inshaalloh chiqib qolar" dedim. O'shanda bir hafta qoluvdi boyga. Keyin sapering chiqmadi, bizni kelishuvimiz, qarochi, Rahmon aka bo'ldi dedi. Endi o'zing anaqa qilaver, meni ham xarajatlarim ko'p dedi. Keyin qarochi hamma kredit o'zim nomimga qolib ketdi. Yaqinda keyin video qo'ydim. Brekda akalarimiz, "Davay, videoni qo'ygin, seni kim yordam beradi? 8 million 800 mingdan qaytib to'laysan" dedi. Yaqinda bitta video qo'ydim, keyin videom уже tarqalib ketdi butun O'zbekistonga. Ko'pchilik o'ylagan ekan, mashina menga podarka bo'lgan deb. Lekin keyin men xalqqa yetkazib qo'ymoq uchun bu videoni yozyapman. Menga mashina hech qanaqa podarka bo'lmagan. Mashinani hozir 8 million 800 mingdan oylik to'lab yuribman. O'zim Rossiyada kelib ishlayman. Men shu nechta boy urishgan bo'lsam, hammasi stroykada ishlab, men titulni boyga urishganman.